Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan 19-darsni oxirgi mavzusini 3-qismini ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi so'zimiz Huanghe. Huanghe bu sariq daryo, ya'ni Xitoydagi eng uzun daryolardan bittasi, eng qadimiy daryolardan bittasi. Chuan kema degani, qayiq, kema. Jinguo bu biron bir joydan o'tib ketish, yonidan o'tib ketmoq, yo'lda, ustida, deylik, maktabni oldidan o'tib ketish, institut oldidan o'tib ketish deganda ishlatamiz. Jinguo. Hop, birinchi so'zimiz Huanghe, sariq daryo. Xitoydagi eng mashhur va qadimiy daryolardan biri. Bu Xitoy ota-onasi ham deb ta'rif beriladi bunga. Chunki Xitoy sivilizatsiyasini beshigi va asosiy suv bilan ta'minlaydigan daryolardan bittasi. Nimaga sariq daryo deb nomlanadi? Chunki suv loyqa suv. Huanghe Chang, sariq daryo juda ham uzun. Huanghe shi Zhongguo de Zhongyao he Liu, ya'ni Huanghe Xitoyning muhim daryolaridan biri. Huanghe va Changjiang degani bu Yangtze daryosi va sariq daryo. Huanghe va Changjiang degan daryo ham bor. Changjiang, Yangtze daryosi. Changjiang shi Zhongguo de diyi dahe, ya'ni Yangtze daryosi Xitoydagi eng katta daryo. Huanghe shi di'er dahe. Sariq daryo ikkinchi o'rinda, kattaligi bo'yicha ikkinchi o'rindagi daryo hisoblanadi. Va Huanghe shi Zhongguo de Fumu, ya'ni Huanghe Xitoyi o'sha xuddiki ota-ona daryosi degan ma'nodagi gap. Davom etamiz. Keyingi so'zimiz Chuan kema, qayiq. Wo zuo chuan chu, men kema bilan boraman, ya'ni kemaga o'tirib boraman. He shang you hendo chuan, daryoda ko'p kemalar bor. Zhe tiao chuan hen da, bu kema juda ham katta. E'tibor beramiz. Tiao bu yoqda chuanni hisob so'zi bo'lib kelyapti, ya'ni kema so'zini hisob so'zi. Va iji chuan desa ham bo'ladi. Iji chuan yokida zuo chuan bo'lib o'tirmoq, kemaga o'tirish. Da chuan katta kema, xiao chuan bo'lsa kichkina kema. Huanghe shang you hendo chuan, ya'ni hozirgi mana ko'rganimiz Huanghe daryosi edi. Huanghe daryosining ustida juda ham ko'p kemalar bor. Wo shi zuo chuan chu Shanghai, men Shanghayga kema orqali bordim. Hop, Zuochuan kemaga chiqmoq, Xiaochuan kichik kema, Dachuan bo'lsa katta kema bo'ladi. Keyingi oxirgi so'zimiz Jinguo bu yonidan o'tib ketmoq, biron bir joydan o'tib ketish, ya'ni Wo mei dian Jinguo zhe tiao lu, men har kuni shu yo'ldan o'taman. Da gangang Jinguo zhili, u hozirgina bu yerdan o'tib ketdi. Ni lai sui xiao de lu shang hui Jinguo na xie difang. Sen dedi maktabga boradigan yo'lingda qaysi joylardan o'tasan? Wo lai sui xiao de lu shang hui Jinguo ijia inhang he ijia shudian, ya'ni men maktabga boradigan yo'lda bitta bankni yonidan o'taman va kitob do'konini yonidan o'taman deyapti. Hop, hozir biz audio eshitamiz. Audio eshitgandan keyin savolga javob berishingiz kerak. Niude zhi lu yo xian chu le nar, ya'ni ayol bu safar sayohatda birinchi qayerga bordi? 课文4 Text 4. 这次旅游我去了不少地方，每个地方都让我非常难忘。我先去看了黄河，黄河是中国有名的大河。我坐在船上一边看一边照相，一路上经过了很多地方，每个地方都不一样。我想快点儿把照片发给大家，叫朋友们也高兴高兴。 Hop, audioni eshitib javob bergan bo'lsangiz tekshiramiz. Sen cho'g'li Huanghe, ya'ni u birinchi Huanghe daryosiga bordi. Mana Huanghe daryosi. Hozirgi audioni tekstini ko'rib chiqamiz endi. 这次旅游我去了不少地方，
每个地方都让我非常难忘。我先出了黄河，黄河是中国有名的大河。我坐在船上，一边看一边照相，一路上经过了很多地方，每个地方都不一样。我想快点儿把照片发给大家，叫朋友们也高兴高兴。好，这次旅游bu safargi sayohatda cho'li bu shol地方 men juda ham ko'p joylarga bordim. 每个地方都让我非常难忘. Mana bu nan o'zi qiyin, wang unutmoq. Ya'ni bu yerda aytyaptiki, har bitta joy meni unutilmas bo'ldi. Men uchun unutilmas bo'ldi. Unutishga qiyin degani. Nan wang unutishga qiyin bo'ladi. Shunda unutilmas deb tarjima qilamiz. 每个地方都让我非常难忘. Har bitta joy menda unutilmas taassurot qoldirdi. 我先出了黄河 men birinchi Huanghe daryosiga bordim. Huanghe是中国有名的大河. Huanghe daryosi Xitoydagi eng mashhur katta daryolardan biri. 我坐在船上 men kemada o'tirdim. 一边看一边照相. 照相degani bu rasmga olish. Ham atrofni ko'rdim, ham rasmga oldim. 一路上经过了很多地方 yo'lda juda ham ko'p joylardan o'tdim. 每个地方都不一样. Har bir joy bir-biriga o'xshamaydi. 我想快点儿把照片发给大家. Men deydi tezroq suratlarni barchaga yuborishni xohladim. 叫朋友们也高兴高兴. Ularni ham xursand qilish uchun. Hop. Bu yoqda siz so'zlarni to'g'ri tartib bilan qo'yib, gaplarni yopib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Va tepadagi so'zlarni to'g'ri keladigan joyga qo'yasiz. Bu birinchi, ikkinchi, uchinchi qismga aloqador so'zlar bu yoqda hammasi. Bu mashqimiz ham xuddi shunaqa tepadagi so'zlarni to'g'ri keladigan joyga qo'yasiz va 19-darsimiz shu joyida tugaydi. Tushunmagan joylar bo'lsa bemalol so'rasanglar javob beraman. Rahmat.